Avval xabar berganimizdek, Toshkent shahri va viloyatida joylashgan hamda atrof muhit va insonlar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan issiqxona xo'jaliklarini Sherobod tumanidagi Surxon Agro erkin iqtisodiy zonasiga ko'chirish Vazirlar Mahkamasining 10-apreldagi qarorida belgilangan edi. Ma'lumot o'rnida Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi Surxon Agro erkin iqtisodiy zonasi Prezidentning 25-martdagi qarori bilan tashkil etilgan bo'lib, mazkur hududdagi kamida 940 gektar maydonda zamonaviy issiqxona majmualari barpo etilishi ko'zda tutilgan. Xo'sh, bu boradagi amaliy ishlar qanday ketyapti? Muxbirimiz Danir Ahmetaliyev mavzuni o'rgandi. Prezidentimiz yaqinda qabul qilgan qarorlarga asosan Toshkent shahri hamda Toshkent viloyati hududlarida joylashgan inson sog'lig'i hamda atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi issiqxonalar Surxondaryo viloyatiga ko'chirilmoqda. Ko'chirish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. Aynan bu jarayonlarda tadbirkorlarga qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda va qanday yangi imtiyozlar yaratilmoqda? Aynan mana shu mavzu bo'yicha Ekologiya qo'mitasi xodimlari bilan suhbatlashamiz. Surxondaryoning Termiz va Sherobod hududlari yillik insolyatsiya darajasi bo'yicha respublikada yetakchi hisoblanadi. Ilmiy jihatdan bu kun davomida fotosintez jarayoni faolroq kechishini, qo'shimcha sun'iy yoritish ehtiyoji kamayishini, o'simliklar o'sishi tezlashishi va hosildorlik oshishini anglatadi. Natijada energiya tejaladi va mahsulot tannarxi pasayadi. Toshkent viloyatida 1 tonna mahsulot tannarxi 11,9 million so'mga tushsa, Surxondaryoda 4,9 million so'mga aylanadi. Ya'ni qariyb 2,5 baravar farq kuzatiladi. Noyabr oyida Toshkent shahrida, nafaqat Toshkent shahrida, balki yirik shaharlarimiz barchasida yuqori ifloslanish holatlari kuzatildi. Surxon Agro erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish va u yerda issiqxonalarni markazini tashkil qilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori chiqdi. Nimaga aynan Surxondaryo deyishimiz mumkin? Bunga turlicha sabablar mavjud. Bularning asosiysi iqlim masalasi. Ya'ni bilamizki, Surxondaryo viloyati nisbatan janub hududda joylashganligi tufayli ekvatorga yaqinroq va shuning hisobiga u yerda havo harorati Toshkentga nisbatan 3-4 gradusgacha, ayrim vaqtlarda 10 gradusgacha farq qiladi. Yana bitta ustunlik tomonlaridan biri u yerda to'liq gaz tizimida ishlaydi va shuningdek u yerda muqobil energiya manbalaridan, ya'ni quyosh fotoelektrostansiyalari, shuningdek shamol energetikasidan foydalaniladi. Chunki o'sha Sherobod tumani joylashuvini ko'rsangiz ham u yerda quyosh energiyasi albatta Toshkent shahridan ko'proq tushadi, radiatsiyasi, va shuning hisobiga u yerda ham ochiq hudud bo'lgani uchun ham shamol energiyasini ham quyosh energiyasini u yerda ko'proq olishimiz mumkin va shuning hisobiga u yerdagi tizim ham albatta sifatsiz yoqilg'iga qaraganda boshqa sof ekologik toza energiyadan foydalanish uchun ustunlik beradi. Issiqxona xo'jaliklarini ko'chirishdan bo'shagan yer uchastkalarida ijarachilar tomonidan hududning ixtisosligidan kelib chiqib, intensiv bog'dorchilik, uzumchilik va ko'chatchilik yo'nalishlarida faoliyatini davom ettirishi yoki yashil bog'larni barpo etishga ruxsat beriladi. Davlat mulki bo'lgan va tadbirkorlik subyektlariga ijara huquqi asosida berilgan yer uchastkalaridagi issiqxonalar faoliyati to'xtatilib, yer uchastkalarida bino va inshootlar qurish, kapital qurilish ishlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Issiqxonalarni qayerga ko'chirish mumkinligi o'rganilganda Surxondaryo viloyati tanlandi. Surxondaryo viloyatiga borib o'rganganimizda o'zimiz ham haqiqatan ham u yerda chet ellik tadbirkorlar, mahalliy tadbirkorlar, boshqa viloyatlardan kelib o'sha yerda issiqxona faoliyatini yuritayotgan tadbirkorlar bilan suhbatlashganimizda, ularni o'rganganimizda, ular shu isitish tizimi deydigan bo'lsak, ba'zilari hatto shu isitish tizimini yillar davomida ishlatmaganligini alohida ta'kidlab o'tib ketdi. Yana ba'zi tadbirkorlar shuni alohida ta'kidlab o'tib ketdiki, ya'ni boshqa viloyatda, ya'ni Toshkent viloyati, boshqa viloyatlarda faoliyat yuritgan ekan, Surxondaryo viloyatiga o'sha issiqxona qurgandan keyin nima deydi, daromadi 1 baravarga, 2 baravarga ko'payganligini ta'kidlab o'tib ketdi. Hozirda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi ayrim issiqxonalar uchun mol-mulk va yer solig'ini 10 baravarga oshirish bo'yicha qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bu hali kuchga kirgan qonun emas, balki muhokama qilinayotgan taklifdir. Soliqning 10 baravar oshirilishi Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq, Qibra, Yangiyo'l, Zangiota va Toshkent tumanlaridagi issiqxonalarga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Maqsad hududdagi havo ifloslanishini kamaytirish, issiqxonalar ekologik toza hamda energiya tejamkor isitish texnologiyalariga o'tkazishni rag'batlantirishdan iborat. Loyiha bo'yicha jamoatchilik muhokamasi belgilangan muddatgacha davom etadi va yakuniy qaror shundan keyin qabul qilinadi.